Namuncha ishdan erta kelibsan? Noylan mazasi bo'lmayapti ekan-ku. Voy, xotinchingiz darrov sizga qo'ng'iroq qildimi? Biram noziga kasalmand xotining. Oyi, qani o'zi? Uyda yalpayib yotibdi. Mazasi yo'q emish. 2 marta limon choy berdim. Ta'sir qilmadi deyapti. Nima berdingiz? Limon choy. Oyi, nimaga limon choy berasiz? Nimaga limon choy berasiz? Nima beray? Dori bering, doktorga olib boring, limon choy ham beradimi? Voy, qanaqa dori, qanaqa doktor? Namuncha vahima qilasan? Xotining vahima qiladigan kasal emas. Ana, sappa saq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisan? Rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Nima bo'ldi? Haligi men Noyla. Voy, kelib. Ko'zingni och. Noyla senga nima qildi? Voy, ko'tar. Ey xudoyim, ey. Noyla ko'zingni och. Noyla. Voy, Davud. Oyi. Men sizga tushuna olmadim. Nima qilganingiz bu? Nimaga limon choy berasiz? Men qayerdan bilay xotiningning nozik niholligini? Uyimiz atrofi to'la dorixona bo'lsa, nimaga menga aytmaysiz? Yoki doktor chaqirmaysizmi? Men qayerdan bilay? Oyi, bu ayol kishi tog'da o'sgan polvon yigit emas. Nozik bo'ladi-da. Siz bergan limon choy bunga salbiy ta'sir qilgan. Qon bosimini tushirib yuborgan. Oyi, bu narsani aytishim sizga g'alati, lekin katta ayol siz nimaga bunaqa ish qildingiz? Sen menga shunaqa ohangda gapiryapsanmi? Men seni onangman. Siz meni shunga majbur qilyapsiz. O'zi dadamning gapida jon bormi deyman. Mahalladagi ba'zi bir bema'ni ayollarga qo'shilib yuribsizmi deyman, ha? Sen hali onangga shunaqa gaplarni gapiradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Onangga ya? Noilaga biror narsa bo'lsa nima bo'lardi, oyi? Dard bo'lardi, balo bo'lardi. Hech narsa bo'lgani yo'q-ku. O'lgani yo'q-ku xotining. Oddiy shamollash, oddiy qon bosim. Oddiy qon bosim, oddiy shamollash. Oyi, siz unga ketma-ket limon choy bergansiz, bilasizmi shuni? Qon bosimi ko'tarilsa tushirish oson, lekin tushib ketsa ko'tarish qiyin bo'lar ekan. Noilaga biror narsa bo'lganda nima qilardik? Bo'lgani yo'q-u. O'lmadi